Odamlardan, muloqotdan charchagan hechlarlar qayerda dam oladi desanglar, men hozir sizlarga bitta variant ko'rsataman. Bu Toshkent kunlari. O'tda har hafta har xil master-klasslar bo'lib o'tadi. Asosan gullar, buketlar yasash bo'yicha, bu safar biz rasm bo'yicha bordik, vintajная kartinka. Birinchi bizga shunaqa заготовкаlar berishdi. Vintajная kartinkalar o'zini maxsus bo'yoqlarda bo'yaladi. Bizga bo'yoqlarni berishdi, kerakli ko'rsatmalarni berishdi. Biz bo'yashni boshlab oldik. O'rtacha 15-20 ta odam bo'ladi master-klasslarda. Boshida uncha ilhom kelmadi, hali potokka tushib olmadim, shuning uchun anorlarimning birinchi sloyini o'chirib tashlashga to'g'ri keldi. Bu oraliq rezultat. Anorlarni o'zim bo'yaganim. Boshqa qismlarni bo'yashni boshladim. Orada rasmlarga ham tushib keldim, chiroyli fonlarda va boshqalarni bo'yayotganlarini ham tomosha qilib kelishga ulgurdim. Тоже Pikassoni yoqib olib, potokka tushib, rasmim oxiriga yetib qolgan, oxirgi blyostkalarni qo'yib chiqyapman. Bu rezultat. Stolimizga qarab bo'lmaydi lekin. Bu boshqalarning ishlari. Menimcha eng chiroyli kalibri bunda chiqdi. Juda ham rang-barang переходlar chiroyli chiqdi. Boshqalarnikini ham ko'rib chiqib ulgurdim. Bu rezultat. Ijodiy atmosferada dam olish xohlaganlarga tavsiya qilaman.